Yo hammaga hello do'stlar, sizlar bilan men Kaptionov 100 bo'ldi. Bugungi videoda biz RT SMP serverlariga AFK'dagi bir maxfiy joyga borib ko'ramiz. Qani bo'lmasam let's go. Hop. Birinchi bo'lib AFK. So'z warp AFK. O ana. Xo'sh, biz AFK'damiz. Xo'sh, birinchi AFK turish uchun joy. Xo'sh, endi marvarid mana bu yerga qarab o'tamiz. Ana. Biz bu yerga kirib qoldik. Bo'ldi. Birinchisi shu edi. Mana bloklarning ichiga kirib qolgansiz. Shunday. No. Biratishani qara. Hop. Yana AFK deb yozamiz. Slash warp AFK. Ana. Hop. Bu yerga keldik. Endi esa o'z joyini topib olish kerak. Mana unday. Mana endi marvaridlarni olib, aynan maqsadlarga o'tamiz. Va bo'ldi. Biz ichiga kirib qoldik. Mana invite'lar. Mana. Biz ichiga kirib qoldik. Mana odamlar qarab o'tiradi, siz pastda yuribsiz, maza qilib, hayotda gashtini surib bir hop. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama. Uzr salgina. Lekin xo'sh. Bu yerlarni qaranglar. Pastda nima bo'lganini o'zim ham bilmayman, chunki sakramayman. Sakrasam o'lib ketsam shuncha narsa qayerga ketadi o'zi? Ana, bo'ldi, tayyor. Biz AFKdan tashqaridamiz, lekin mana xo'sh. Mana bu hali ham ishlayapti. Ya'ni yana bu yerda ham tursa bo'ladi. Hech kim asabni buzmaydi, bemalol degandek. Lekin bu yerga set ham qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun o'tish qiyin. Xo'sh, hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan Kaptionov 100 bo'ldi. Sizlardan like, obuna va men yangi kontent chiqaraveraman. Let's go, 100 ta bo'lishga oz qoldi. Yo, obuna bo'linglar. Obuna